Assalomu alaykum do'stlar. Bu video ikkinchi marta yozilinyapti. Hozir bitta $100 ketdi. Xato qilib qo'yganim hisobiga. Shuning uchun xudo xolasa chiroyli ko'rsatib berishlikka harakat qilaman. Xullas, Interactive Brokersga kripto depozit qilishlikni ko'rsatib o'taman. Ya'ni bankda cheklovlar bor. Shu sababdan kripto orqali depozit qilishimiz mumkin. Bunda bizda CoinPay aytaylik platformasi bor, lekin aynan hozirgi paytda bu ishlamayapti ekan. Mana misol uchun o'zidan bo'lishini bosadigan bo'lsangiz, qayerqadir kirib ketyapti, ishlamayapti. YT deb bosadigan bo'lsangiz ham kirmayapti. Registratsiya ham ishlamayapti. Registratsiya qilishim shart emas, chunki men уже aytaylik Binance'da bilmayman 2021-yillar, 20-yillar ochib qo'ygan yo undan ham avvalroq ochib qo'ygan akkauntim bor edi. Xullas, CoinPay ishlamayapti. Shuning uchun nimadan foydalanamiz? Interactive Brokersga pul kirgizishlikda biz Telegram Wallet'dan foydalanamiz. Xo'p, bu yerda mana Wallet orqali aynan kripto bo'limida sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda biz depozitni bosamiz. Mana bu tepadagi joy sum turish kerak. Shu joydan mana bank cards degan joyni aniq qilamiz. Nima deydi? Ochamizda shu yerda mana kiritamiz. Bizga 100 USDT kerak. Sotib olishni bosamiz va bizni qayerga olib o'tadi deb o'ylaysizlar? Ethereumga olib o'tadi. Bu yerda mana kartamizda pulimizni aytaylik mana 1.242.000 qancha ham va kartamni yana bir qator tekshirib olaman, shtob pul borligini tekshirish uchun. Pul bor. Aynan shu kartamda aytaylik Humo kartamda, xo'p, keyin Pay'ni bosamiz. Mana shu joyda Humo, Visa va Mastercard orqali sotib olsanglar bo'ladi. Endi agar uz kartinglar bo'lsa, bilmadim. Imkoniyati bo'lmasa kerak. Humo orqali sotib ola olasizlar. Xo'p, endi kodimizni kiritamiz. Kiritdik. Xo'p, bizga ketdi уже, mana transaction is being processed. Endi nima uchun ingliz tilida? Chunki meni polni Telegramim ham ingliz tilida. Shuning uchun hamma narsani deyarli ingliz tilida ishlataman, rus tilida emas. Shuning uchun rus tilida ancha chiqib ketganman. Ancha. Xo'p, return to main. Va kimdirlar o'ylashi mumkin, bu qonuniymi? Xo'p, Telegram Wallet'da ishlatishinglar qonuniy. Shu sababdan mana Ethereum bilasizlar, O'zbekistonda qonuniy kompaniya hisoblanadi. Mana shundan biz mana shu orqali sotib olyapmiz. Demak, Wallet ham O'zbekistondagi NPP regulyatorda litsenziyasi ostida ishlayotgan, masalan, tashkilot deymizmi yoki platforma hisoblanadi. Xo'p, bizga mana kriptoin tushdi degan holatda ma'lumot keldi. Mana 1.216.000 so'mlik turibdi. Endi biz buni withdrawal qilamiz. Ungacha bu yerda xo'p, Interactive Brokersga o'tamiz. Transfer funds, transfer and pay, transfer funds ga o'tamiz. Xo'p, 626 ekan. Akkauntim, shuni esimda qolmasa, hozir boshqa akkauntga o'tkazib qo'ydim. $100 bekor ketmadi, shuni ham aytib ketay. Boshqa akkauntimga ketib qoldi. Bitta videoda yozib bo'ldim, bitta qarasam, video tugatadigan paytda o'sha boshqa akkauntga ketib qolgan. Shuning uchun mana deposit funds ga kiramiz. 626 va bu yerda mana 100 new deposit ga kirasizlar. Sizlarda mana bitta turmaydi, stable coin. Shu sababdan mana kirsak, men bu yerda hozir ro'yxat chiqadi. Shu ro'yxatning ichida stable coin deganni tanlaysizlar. Mana bunda chiqyapti fund with stable coin. Xo'p, mana shuni tanlaymiz hozir. Mana 24 soat yilda 365 kun ishlatishimiz mumkin. Get started. Xo'p, mana bu yerda chiqyapti. Xo'p, mana bu joyda уже chiqdi. Zero hash ga chiqadi. Ya'ni bu уже Zero Hash degan kompaniya bilan hamkorlikda Interactive Brokers pul tushirishlikda yo'lini qilyapti. Endi bu yerda USDT yo'q, shuning uchun USDC deganni tanlaymiz birinchisidagini. Va hozir bu yerda nima uchun Solana tanlashinglarni ham tushuntirib o'taman. Mana bu yerda pul chiqarishimiz kerak. Endi biz mana bu aytaylik, mana bu strelkani tepasini ko'rsatamiz. Ko'rsatilganini bosamiz. Withdrawal bank card qilib qo'ymanglarda, mana bu yerda external wallet qilamiz. Bu yerda mana USDT yoki USDC chiqar deyapti. USDC ni chiqaramiz. Xo'p, USDC ni tanlaymiz, chunki bizda USDT mana bu Interactive Brokersda yo'q edi. Endi Ethereum bilan faqat mana shu ikkitasi bor ekan. Mana bu qolganlari yo'q ekan bu yerda. Ethereum juda qimmat turibdi.
pul chiqarish summasi, shuning uchun 4 emas, bizga 1,5 yaxshiroq. Solanani tanlaymiz, bu yerda ham Solanani tanlaymiz. Xo'p, 0.35 olib qolamiz deyapti. Mana qancha puling ko'p bo'lsa, shuncha pastroq komissiya to'laysan deyapti. Okey deyapmiz. Xo'p, mana bu yerda o'sha pul chiqarganim uchun mana 100,000 kunlik limitim 100,000 ekan. Mana daily limit 99,000 hali anaqam bor. Xo'p, bu yerda mana sizlarga ko'rsatmayman bu joyini. Copy address qilamiz. Blur qilib yuboraman endi to'g'riroq qilib aytganda. Mana bu yerda mana xuddi shunim turibdi. Avval jo'natganim uchun sizlar mana shu joyga mana paste qilsanglar, mana bu address found meni Solana'dagi USDC koshlogim topildi. 100 kirita olmayman bu yerda. Bu yerda demak 98.5 kiritaman. Shunda 100 ketadi mendan. Sababi mana 1,5 USDT olib qoladi mendan. Chunki ko'rdik-ku, tranzaksiyasini to'lab bordi 1,5 USDT. U adashmasam summa qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Va mana 98,5 tashlayapmiz. Xo'p, mana bu ketayotgan pullarni aytyapti, ko'rsatyapti, qancha summa, qancha olib qolyapti. Общий mana 100 USDC bo'lyapti. USDC USDT bilan bir xil deyarli. Xo'p, mana bosdik. Done qildik. Ketdi puling mana bu joyga deyapti. Ketdi biz ham. Bu yerda uje yopib qo'ysak bo'ladi. Mana pul chiqib ketdi bizdan. Xo'p, endi Telegramda menga xabar kelishini ham kutaman. Ya'ni qanchada pul chiqib ketadi. Pul chiqib ketdi uje, mana Telegramimizdan pul chiqib ketdi. Endi kutamiz qanchada yetib borar ekan pulimiz. Vроде bir 1-2 minut ichida yetib boradi. Kutib tursak, mana bu yerda o'zi sekin bitta o'qini o'zgaradi. Mana aytib o'tganimdek, mana 97.50 xudo xolasa pulimiz tushdi bizga. Mana hozir tushdi. Biz 98.5 jo'natgan edik. 97.5 tushdi. Bu degani $1 olib qoldi. Tranzaksiya to'lovi. Va buni X qilib chiqib ketaveramiz. Yes, close. Interactive Brokersga o'tamiz. O'rtoqlar, mana pullarimizni tushirib oldik. Umumiy holatda bizda o'sha 100 USDT imiz tushdi. Bu o'sha $100 bo'lsa kerak. Mana shu yerda ko'rib turishimiz mumkin. 1300 bo'ldi bizi. Ya'ni sizlar bilan mana aytaylik o'sha depozit qilishlikni kriptovalyuta bilan, USDC bilan aynan Telegram wallet orqali qilishlikni ko'rib o'tdik do'stlar. O'ylaymanki manfaatli bo'ldi. Endi bundan buyog'iga bemalol pullaringizni kiritaverasizlar. Bitta narsaga ehtiyot bo'linglar. Kripto koshloklarni kirgizishlikda nimadirlarini klaviaturalar bosilib ketib, nimadirlar bo'lib qolmasin. Sababi doim o'sha copy paste qilinglar, ya'ni copyright вставить qilib yuringlar. Sababi bitta harf almashib qolsa yoki bilmayman, yana nimadir qo'shilib qolsa yoki nimadir ayrilib qolsa, bilingki sizni pullaringiz bo'ldi, uxladi degani, hech qayerdan keyin topa olmaysiz. Shuning uchun juda qattiq ehtiyot bo'linglar. Foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman. Endi bundan buyog'iga bemalol pul chiqaraverasizlar. Sog' salomat bo'linglar.